Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Sha'bon oyidagi foydalar degan bir kichkina kitobchadan dars davom etayotgan edik. Alloh taolo o'zi davomli qilsin. Mana shu darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, mana Sha'bon oyida biz 32 ta foyda bor ekanligini aytdik. Mana shu kitobini shunday deb nomlagan ekan. Ya'ni 32 ta foyda deb. Men boshida 31 ta foyda deb o'qibman. Ya'ni mana shu yerda xato qilganmiz ekan. Uzr so'rab qolaman. Xo'p, demak biz 19-foydaga yetgan edik o'tgan safar. 18 ni o'tdik. Endi mana shu 19 dan davom ettiramiz. Minal axto'il muntasharati anna ba'dun nasi tahillu zakatuhum fi Rajab aw Sha'ban fayu'akhkhiruha ila Ramazon. Hozirgi kundagi odamlarda umumiy shoya bo'lib ketgan xatolardan yana bitta xatoga bitta musannif hafizahulloh ishora qilib aytayaptilar. Hozirgi kunda yoyilgan xatolardanki ba'zi odamlarning zakotlarning muddati Rajab yoki Sha'bon oyida kirib keladi. Ya'ni Rajab oyida 1 yil bo'ladi mana zakotini berishga, yoki bo'lmasa Sha'bon oyida 1 yil bo'ladi, berish kerak, lekin nima qiladi u odam? Bermaydi. Fayu'akhkhiruha ila Ramazon. Ramazongacha kechiktirib yuboradi u odam. Ramazongacha kechiktirib yuboradi. Nimaga? Desa, zonnan minhum annahu afdal va aktharu ajra. O'ylaydiki, chunki ajr mukofoti ko'proq bo'ladi va yana shu Ramazonda berish afzal deb turib o'ylaydi. Musannif hafizahulloh raddiya berib aytayaptiki, zakotni kechiktirishlik muddati kelgan bo'lsa joiz emas. Muddati kelgan bo'lsa zakotni kechiktirishlik joiz emas. Ba'da tamamil havli ala nisob, ya'ni nisobda o'zini tamomiga yetgandan kelgan. Ya'ni o'zini zakotni muayyan bir nisobi bor. Hozirgi kunda $3,500 yoki $3,000 ko'prog'i bilan hisoblanadi. Ana shu pulga 1 yil o'tgandan keyin zakot berish kerak bo'ladi. Ya'ni ana shu zakot berish hijriy yil bilan hisoblanadi-da. U milodiy bilan emas. Endi odamlar nima qiladi? Baribir Rajabda yoki bo'lmasa Sha'bonda masalan zakot vojib bo'ladi, u kechiktirib yuboradi deyapti. Xo'p, tushunarli. Li anna fihi zulman lil fuqaro. Chunki kechiktirishlik mumkin emas, joiz emas. Nimaga desa, chunki mana shu kechiktirishda faqir, bechora, yo'qsin bo'lgan odamlarga zulm qilish bor. Ularda haqqini kechiktirish bo'lganligi uchun. Va huwa ma'siyatun li robbil alamin li tajawuzi hududihi. Va yana bu zakotni kechiktirish bilan Alloh subhanahu va taologa ma'siyat hisoblanadi. Allohning chizib qo'ygan chiziqlaridan inson o'tib ketganligi uchun. Lekin yajuzu ta'jilu zakat qavla vaqtiha. Lekin zakotni vaqtidan oldin naqd qilib berib qo'ysa bo'laveradi. Faqirlarda hojati bo'lganligi uchun va faqir bo'lgan odamlarga yordam berish uchun. Masalan, bir odamning zakoti Ramazonda vojib bo'ladigan bo'lsa, Sha'bon oyida bersa bo'laveradi. Yoki bo'lmasa, zakotning vojib bo'lishiga hali 1 yil bor, hozir berib qo'ysa bo'laveradi. Ya'ni mana shu zakotning hisobi hijriy yil bilan hisoblanadi, unutmang. Xo'p. Demak, 19-foyda mana shu odamlarning ichida yoyilib ketgan xatolarning bittasi mana shu ekan. Zakoti vojib bo'ldimi? Vojib bo'lgan paytda bersin, kechiktirmasin. Chunki u vaqti xuddi namoz masalan, bomdod nima bo'ladi? Ertalabda o'qish kerak. Kechiktirishingiz mumkin emasmi? Mumkin emas. Zakot ham xuddi shuningdek. 20-foyda man kana alayhi qada'u ayyamin min Ramazonil madi wajaba alayhi qada'uha fi Sha'ban qabla dukhuli Ramazon akhar. Madama qadir ala zalik va la yajuzu lahu ta'khir ila ma ba'da Ramazon bila uzrin. Yana ba'zi odamlar masalan Ramazon oyida roza tutmay qo'yaveradi. Ya'ni bu kelasi Ramazonda emas, u o'tgan Ramazon oyidan ba'zi odamlarning rozasi qolib ketadi. Ana shu odam endi Sha'bon oyi kirdimi? O'zi mana shungacha kechiktirganligi o'zi bitta xato. Endi Sha'bon oyi kirdimi, darhol uni qazosini tutib berishi vojib bo'ladi. Ramazon oyi kirishdan oldin. Ramazon oyi kirishdan oldin tutib berish kerak. Ramazon oyi kirsa-chi, uni maxsus hukmi bor. Xo'p, hozir mana shu ma'lumotga e'tibor beraylik. Ramazon kirishidan oldin Sha'bon oyida tutib berish kerak. U o'tgan yilgi Ramazondagi qazosi bo'ladigan bo'lsa. Modomiki rozaga qodirmi, tutib berish kerak. Ana shu odam rozasini Ramazondan keyingi holatga uzrsiz kechiktirishi joiz emas. Chunki mana Oysha onamiz bizga aytib beradilar, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramazon. Ramazon oyidan meni ustimda rozalar qolib ketardi. Ya'ni rozalarim qolib ketardi, Ramazon oyida tutolmay qolardim degan. Nimaga uzrli holatda bo'ladi? Ayol kishi bo'lgandan keyin uzrli holatda bo'ladi, tutolmay qoladi. Nima bo'ladi keyin? Famastati va an aqdiya illa fi Sha'ban. Men mana shu Ramazonlarda faqat Sha'bon oyida tutishga qodir bo'lardim degan. Sha'bon oyida tutishga qodir bo'lardim. Roviy aytadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mashhur bo'lib qolganligi uchun degan.
Ya'ni Oysha onamiz ko'proq Rasululloh xizmatida, ko'proq Rasulullohga qaraganligi uchun, Rasululloh bilan band bo'lib qolganligi uchun tutolmay qolgan. Keyin Sha'bon oyida mana tutib bergan ekan. Lekin hozirgi kundagi odamlarchi, o'z-o'zidan shunday qolib ketaveradi ro'zalari. Ayollarki bo'lsin, erkaklarki bo'lsin farqi yo'q-da, tutib berish kerak. Hech bo'lmasa mana shu Oysha onamiz tutganda Sha'bon oyida tutib berish kerak bo'ladi. Xo'p, endi Oysha onamiz xossatan mana shu Sha'bon oyida tutardim deb aytayapti-da, qarang, boshqa oylarda nimaga tutolmasdikan deb bir masalan odam nimaga shu tutib bermaskin boshqa oylarda deganda, chunki Rasululloh bilan mashg'ul bo'lardi. Sha'bonda ham mashg'ul bo'lishi mumkin-ku deb aytiladigan bo'lsa, yo'q, Sha'bon oyida Rasululloh o'zi ko'proq ro'zaga berilardi, keyin Oysha onamiz ham shu bahona tutib olardi. Shuning uchun mana Hofiz ibn Hajar rahimahulloh aytadiki: "Va yu'khadhu min hirsi ala zalik fi Sha'ban annahu la yajuzu ta'khir al-qada hatta yadkhula Ramazon akhir." Demak, Sha'bonda mana shunga haris bo'lganligidan ham olinadi. Ya'ni roza tutishlikka haris bo'lganligidan o'z-o'zidan kelib chiqadiki, qazo bo'ladigan bo'lsa, kechiktirish joiz emasligi kelib chiqadi. Qarang, qazo bo'lsa, kechiktirish joiz emasligi kelib chiqyapti hozir mana shu yuqoridagi rivoyatdan. Hatto boshqa Ramazonga kirib ketish bo'lganligi uchun. Boshqa Ramazon oyiga kirgizib, u o'tgan safarga qazosi, bu safarga ham qazo bo'lib, ikkita qazo bir-biriga to'qnash kelib qolmasin yana. Ramazonda ham qazo qilib qo'ymasin. Yoki Ramazonda ro'zasini to'liq tutsa ham, lekin o'tgan safargi ro'zasini to'liq tutib qo'yishlik kerak, o'z-o'zidan bu vojib ekanligiga ishora qilmoqchi. Xo'p, 20-foyda xullas mana shu. Ya'ni kim qazosi bo'lsa, Sha'bon oyida qolib ketgan bo'lsa, Sha'bon oyida tutadi. Ya bo'lmasa boshqa oylarda tutib qo'yaveradi. Sha'bon oyi aytayapmiz, mana shu ro'zani oldingi oyi. Undan tashqari ro'zaga kelguncha yana qancha 11 ta oy o'tish kerak bo'ladi. Xo'p, 21-foydada aytayapti: "Man kana alayhi shay'un min qada'i Ramazon falam yaqdihi hatta dakhala alayhi Ramazon akhir." Yuqorida aytgan masalamiz. Qaysi masalani aytdik? Bir odam Ramazon kirishidan oldin tutib olish kerak. Xo'p, Ramazon kirib ketsa-chi, nima bo'ladi? Mana shu masalaga ishora qilib aytayapti. Qaysi bir odamda Ramazonda qazosidan masalan qarzi bo'ladigan bo'lsa, qazosi bor. Ramazon oyini tutmay qolgan o'tgan safargini. Endi ana shuni tutmadi. Hatto 2-Ramazon oyi ham kirib keldi. Nima bo'ladi? Agar ikki ro'zani o'rtasida doimiy bir uzr sababli bo'lgan bo'lsa, 2-Ramazondan keyin ham u odam qazo qilishi nima bo'ladi? Qazosini tutib berishi vojib bo'ladi. Ya'ni ikkita Ramazonda o'rtasida uzr kesil. Masalan, uzr holatda bo'ldi-da, mana shu uzr holatda bo'lganligi uchun, masalan, bitta Ramazonda qazolar qolganida hozir kelib 2-Ramazon kirib ketdi. Endi o'tgan safargi qazosi qolib ketgan. Endi uzr holatda bo'lsa mayli deyapmiz-da. Uzr holatda bo'lsa mayli, u ro'zadan keyin tutib berish kerak. Kana alayhi qadoha ba'da Ramazonni thani va la shay alayhi ma'al qado. Qazo qilsa bo'ldi, hech narsa bermaydi. Hada kama law kana maridon, masalan, yil bo'yi kasal bo'lgan bo'lishi mumkin. Kasallik u odamda davom etgan, keyin 2-ro'za kirib qolgan. Mana bu odamga gunoh yo'q kechiktirganligida. Chunki odam uzrli hisoblanadi. Lekin faqat qazosini tutib berish kerak bo'ladi. Demak, ana shu qancha iftor qilgan bo'lsa, ya'ni ro'zasini ochgan bo'lsa, ana shu ro'zasini ochgan kunlarichalik qazosini tutib to'ldirib qo'yish kerak bo'ladi o'tgan Ramazonnikini. Uzrli bo'lsa hech narsa emas. Xo'p, endi uzrsiz bo'lsa-chi? Bu odam uzrsiz bo'ladigan bo'lsa, uzrsiz qazosini kechiktirganligi uchun gunohkor bo'ladi. Ulamolar ittifoq qilganki, ana shu odam qazosini qilish kerak degan. Qazosini qilishda ulamolar ixtilof, ya'ni ittifoq. Hamma ulamolar bir, ya'ni yaqadan bosh chiqarib hammalari bu qazosini tutib berish kerak degan. Lekin ulamolar ixtilof qilgan yeri bor. Qayer deb aytadigan bo'lsa, hal alayhi kaffaratu ala ta'khiri amla. Endi ana shu odam ro'zasini kechiktirdi, 2-ro'zaga kirib ketdi. Endi shu sabablik, ya'ni shu qazosi sabablik kechiktirganligiga ko'ra kafforat beriladimi yoki yo'qmi degan masala chiqadi. Ulamolar aytadi, mana ikkita so'zni keltiribdi. Aytadiki, qazosini tutadi va shu qazosi bilan birgalikda har kuniga bitta miskinni taom qilib, ya'ni bir miskinni to'ydiradi, taom beradi bir miskinga. Bu Malik, Shofiy, Imom Ahmad so'zi. Jumhur aimmalarining so'zi mana shu. Va ja'at atharun bizalika an ba'zi sahaba. Ba'zi sahobalardan bu haqida rivoyatlar kelgan deyapti. Bu bitta so'z. Yana bitta rivoyatda keladiki, qazosini qiladi va la it'am alayhi, unga taomlantirish yo'q degan u Abu Hanifa rahimahulloh so'zi. Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh ham mana shu narsani ixtiyor qilgan deb turib, mana aytib qo'yapti. Tushunarliga? Ya'ni mana shu hozir bir odamni ro'zasi bor edi o'tgan Ramazon oyidan, endi keyingi Ramazonga kirib ketdi. Jumhur ulamolar nima deydi ekan?
ana shu Ramazon tugagandan keyin o'tgan safargi qazosini tutib, ana shu tutishi bilan birgalikda bitta miskinni taomlantirish kerak degan. Ikkinchi qovulda mana shunday. Ixtilof bo'lganligi uchun bu masala, ya'ni Shayx Munajjid hafizahulloh u rojih yoki bu rojih deb turib aytmagan. U rojih yoki bu rojih deb turib aytmagan. Lekin bunday o'zi qaraydigan bo'lsak, jumhur ayimmalar, Shofiy, Imom Ahmad, Imom Malik rahimahumulloh mana bular o'z-o'zidan bitta so'zni ixtiyor qilyapti. Taomlantiradi deb turib aytgan. Demak, tushunarligi mana shu taomlantirishlik kerak bo'lar ekan. Xo'p, mana shu yerda to'xtatamiz, chunki bu masalani yaxshiroq bir kallangizga singdirib oling. Inshaalloh bu hali ancha bir asqotadi. Alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va manfaatli qilgan bo'lsin. Vallohu a'lam.